Hurmatli tomoshabinlar, toza chorniy pyostrani chut-chut galishdagi gibridlashgan variantida. Parkatli akalarimizni moli. Abrorjon 20 litr suti bor molni. Birinchi tug'ishga bolasi buqa. Buqa bolasi. Xolasa kela o'lchab olsin, xolasa uyda o'lchab olsin, boquvini qilsa 30 ta sut beradi. Mana Bolani qarang. Chista original bolasi. Ikkala bolasi uje 15-20 kunlik bo'lgan. Molni og'iz sutlaridan arib, hamma lecheniялari qilindi, uje mol tayyor. Ishqozlari bo'lsa 27 litr sutni. Xolasangiz shu yerda, xolasangiz uyingizda ko'rib olaverasiz. Faqat boqish kerak. Misol uchun, hali berami degan savolga sutini ko'rib keyin pul berasiz. Ishqozlari bo'lsa 91 kodi bilan 666 17 19. Birinchi qoringa mol go'zali. Bular ikkinchi qorin molda ham birda oladigan deganlar uchun bitta tishni ko'rsatib qo'ying. Mana ikki kurak. Abrorjon 20 litr suti bor ekanda 65-60 lar yo'q. Maqsad sotish 50 million 500 million xayrini qilib beraman. Telefon qilsa dastlabkasi kelishini holatda qilib beramiz. Vodiy bo'lib bering. Qilib beramiz. Vodiy bo'lib besplat. Toshkentgacha qilib beramiz. Obunachilar o'zi. Toshkent viloyatigacha akalar dastlabkasi besplatni olib borib beriladi. Bolaga baho bering. Bolaga baho bering. Hamma sigirni ideal. Akalar to'liq videoni o'tib ko'ringlar. Yaxshi mollar chiqqan, zo'r mollar chiqqan. Maza qilib sog'ib ichaman degan akalarimizga. Xullas 18-20 ta sut berib turgan mollarda 42, 43, 44liklari ham bor. Ana O'tinglar to'liq videoni ko'ringlar.